Seni qo'riqching bormi? Bormi? Yo'qmi? Ha, bitta bor. Shu yerda to'xtaymiz. Videomizning zerikarli qismi. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Uni ko'zlari yo'q, lekin hamma narsani ko'rguvchi. Uni quloqlari yo'q, lekin hamma narsani eshitguvchi. U hamma narsani bilguvchi. Agar biror narsani yaratishni xohlasa, shunchaki bo'l deydi va u paydo bo'ladi. Lekin bu buyruq til bilan aytilmaydi, tovush bilan yetkazilmaydi. U sukutdagi fikrlarni ham eshitguvchi, yashirin sirlarni ham bilguvchi. U xohlaganini to'xtatadi. Kim u? U Xudo, Alloh. U mening qo'riqchim, u sening qo'riqching. U oliy va hikmatlar sohibi. Agar men unga ishona olmay yana qo'riqchi yollasam, demak Allohga senga ishonmayman degan bo'laman. Demak men o'zimni o'zim kuzataman, o'zimni himoyalayman, o'zimni o'zim qaray olaman degan bo'laman. Yo'q. Alloh mening qo'riqchim, Alloh.